Ko'pchilik sigaret chekadiganlarning sigareti bo'lmasa tualetda siya olishmaydi va ichi kelmaydi. Kelsa ham qiyinchiliklar bilan keladi. Bu shartli refleks deb ataladi. Ko'pchilik maktabda o'qituvchilardan, uyda esa ota-onasidan bekinib tualetda sigaret chekadi. Bu jarayon ko'p takrorlansa odat tusiga kiradi. Odamlar tualetda birinchi chekadi, keyin esa siyadi yoki bo'lmasam ichi keladi. Bu holatda sigaret va nosga bog'liq bo'lgan shartli refleks rivojlanadi. Tualet, sigaret va siyish bir-biriga uzviy bog'lanadi. Ana endi bu jarayondan sigaretni olib tashlasak, bir-biriga bog'liqlik va ketma-ketliklik buzildi. Ana endi bu odam siya olmaydi. Chunki refleks buzildi va to'liq emas. Bu refleksni Ivan Pavlov itlarda o'tkazilgan tajribalarda isbotlab o'tib ketgan. Ko'pchilik ota-onalar hattoki chillalik chaqaloqlarni ham qo'llarida ushlab olib to'sishga harakat qilishadi. Bu holatda bolaning chanoq son bo'g'imi va bel umurtqalari zararlanishi mumkin. Ota-onalarning bolalarni to'sib tush si so'zlarni aytib siydirishga o'rgatish bolalarda shartli refleks hosil bo'lishiga olib keladi. Bolalarga bunday shartli refleksning keragi yo'q. Ota-onalar uchungina kerak. Bunday qilib bolalarni siyishga o'rgatish kattalarning tualetga kirib sigaret chekib siyishi bilan barobardir. Bola aqliy ravishda siyishni va ich kelishini nazorat qilishni 1,5-2 yoshlar atrofida o'rganib oladi. Ha, ba'zi bir bolalarda 1 yoshdan ham bo'lishi mumkin. 1,5-2 yosh bu dunyo bo'yicha olingan o'rtacha ko'rsatkichdir. Berilgan informatsiyani siz xohlagancha qabul qilishingiz mumkin. Bu meni xato gapirayotganligimni bildirmaydi. Bu sizning tibbiy bilimingiz